Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, qadrdonlar. 7-aprel sanasida Xudo xolasa navbatdagi darvozamiz Pilis kazirogimizni o'rnatib berdik. Xudo xolasa qisqacha tanishtirib o'taman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekran pastiga raqam qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'lga e'tibor qilmaysizlar, qo'l kraska holatda. Sabab mehnat. Xo'p, Xudo xolasa yurtdoshlar, hop, darvozamiz bilan tanishtiraman birinchi. Yaqinroq kelasiz degan. Tagiga shvillar qilib berganmiz. Hop, kezaksi yondorlarga 10 kun brus qilib berganmiz. Xudo xolasa, stenkasi 2,5 stenada bo'lgan, vazmi Xudo xolasa. Lislariga to'xtalamiz. Lislari brus 8 plyusovый listdan 2 qavatli variantda bo'lgan. Shumizolyatsiya bilan shumizolyatsiya qilingan darvozamizda Xudo xolasa. Xo'p, fasoni taraq fason, Xudo xolasa glansiy holatda chiqdi yurtdoshlar. Darvozamiz egalariga shu ma'qul keldi. Glansiy holatda qilib beraylik dedilar. Glansiy holatda qilib dastavka uстановка qilib berdik. Darvozamiz juda ham skromniy variantda chiqdi. Udor Xudo xolasa. Zamoylariga ham to'xtalib qo'yamiz. Zamoylari ham Zuber zamoy qo'yib berganmiz. Ishlashi zo'r. Ochilib yopilishlarda umuman muammo yo'q. Orqa qismdan ham ko'rsatib qo'yamiz darvozamizni. Darvozamiz yurtdoshlar orqa qismi tekis holatda bo'ladi. Xuddi shuni singari sentrruchka bilan jihozlab berganmiz. Xudo xolasa ishlashlari zo'r. Yaqinroq kelasiz. Ishlatib ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xolasa ochilib yopilishlarida umuman muammo yo'q. Ekran pastiga raqam qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. 12 viloyatga dastavka ustanovkalarimiz bor yurtdoshlar. Darvozamiz ruinda o'rnada, hech qayerga ochilib yoki yopilib muammosi yo'q. Xudo xolasa yopib ko'rsatib beramiz. Darvozamiz yengil ochilib yopiladi, yosh bola ham, ayollar ham bemalol qiynalmasdan ochib yopishadi. Endi qisqacha kazirogimiz bilan tanishtirib qo'yamiz. Kazirogimizni teva qismidan boshlaymiz. Tepasiga leksan qilib berganmiz. Xudo xolasa issiqqa, sovuqqa chidamli, bardoshli garantiyasini berishadi. Biz ham olayotgan joyimizdan biz ham xudo xolasa egalariga garantiyasini beramiz yurtdoshlar. Stoykalarni qilib berganmiz, o'ziga moslab. Hop, lazerniy variant qilib berganmiz tepa qismini. Modali qilib. Kazirogimiz eniga 5 metr, oldiga 2,5 metr holatda chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 12 viloyatga dastavka ustanovkalar bor yurtdoshlar. Bemalol qo'rqmasdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Endi bu xonadonimiz egalari bilan tog'amlarni bir og'iz suhbatlarini olib qo'yamiz. Bu xonadonimiz egalari Rossiyadan turib buyurtma qildilar. Xudo xolasa ishlarini chiroyli qilib bitkazib berdik. 1 oy oldin razmer olishga kelgandik. Bu yerning manzili Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani. 1 oy oldin razmerini olib, Xudo xolasa mana bugun 7-aprel dastavka ustanovkasini qilib o'z so'zimiz ustidan chiqdik. Xudo xolasa. Tog'a, keling, darvoza tomonga o'tingchi. Ikki og'iz biz yurtdoshlarga tavsiyangiz berib qo'ying-da. O'z vaqtida keldimi, materiallari qanaqa bo'ldi? Endi hammaga qiziqdi. Yaqinroq keladi. Hurmatli o'rtoqlar, mana Yaqinroq bo'ladi. JDKPlik ustalarimizga zakaz qildik. 1 oy oldin. 1 oydan keyin olib kelib o'rnatib ketamiz. Tog'a deyishib, baydan razmer olib ketishdi. Nihoyatda shu ko'ngildagidek biz aytgandan ham a'lo qilib bitkazishib berdi. Darvozani mana bugun o'rnatdik. 1 santimetr nari berisi yo'q. Shu hammasi joy-joyida aytilgan shu soati minutigacha hammasi joy-joyida bo'ldi-da, aytilgan vaqtda bo'ldi. Mana razmerlar ham o'sha santimetrga to'g'ri kelyapti-da hozir. Darvoza shunaqa nihoyatda chiroyli, ko'nglimiz to'ldi darvozadan. Bularning ishiga omad tilaymiz. Ko'pchilik mana hammaga bizga ma'qul keldi, ko'pchilikka ham ma'qul keladi degan umiddaman. Lekin nihoyatda chiroyli chiqdi. Mana xolisanlillah aytish kerakki, ko'ngilni xotirjam chiroyli chiqdi. Kaziroylari ham hamma yo'g'i o'z joyida bo'ldi. Bemalol qo'rqmasdan buyurtma berishaversinmi, tog'a? Beringlar, qo'rqmasdan buyurtma beringlar. Unaqa haligi aldab ketish yo'q, unaqa yo'q. Xudo xolasa. Anaqa yarim yotishni bering deydigan anaqa gap so'z yo'q. O'sha bitirib bo'lib, inaki pulni olishyapti bular. Qarang. Mana. Hali xolisanlillah aytyapman-da. Materiallariga ham to'xtaldi. Materiallarda ham muammo yo'q. Hamma narsasi vazmin, listlari ham materiallari aytganimizdan ham a'lo chiqdi. Materiallari yaxshi. Orqa oldi listlari 1.8 dan bo'ldi. O'rtasiga o'sha biz aytgandek qilib o'sha shumkalarni qilish berdi.
tiriq aytgan ovoz yo'q. O'shaning uchun biz mamnunmiz. Rahmat, tanjonlar sog', umrlari uzun bo'lsin. Omadlarini bersin ustalarimiz. Alloh hamisha ishlaringga rivoj bersin. Aloqaga chiqarasizlar. 12 viloyatga dastavka uстановkalarimiz bor. Telefon qilinglar, xudo xolasa ishinglarni akkuratno qilib bitkazib beramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tog'a, Daroz yaxshilik sizlarga to'ylarga xizmat qilsin. Xudo xolasa to'ylarga kelasizlar. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Albatta rozimiz. Aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.